Makronlarimiz 9000 bo'lgan paytda 5000 lik yurish nima deyapti? Keling yurish ko'rsatib bering. Men qarayman. Usta akalarimiz hozir hamma usta boqyapti. Mana shundan olib kunda osh qilaverib, ustalarni borib nima ishingiz bor deydan qilib qo'ying aka. Makron yeb charchagan usta akalarga jo'natib bersizlar. 120 talik salfetka aka. Hamma joyda 12000, bizda 6500 mingdan optimga 6000 dan. Salfetka 6500 ming? 6000 aka, obunachilarga. 120 talik. 100 ta olib chorrahada tursanmi-ki 10 mingdan. Bemalol olaveradi 10 mingdan. Aka indamasdan oladi. Hozir albatta. Kelib foydalanadigan joyi, biznesmen akalar, magazinchi akalar bemalol kelaverasizlar. Vaqt tarafda ham juda ham ob'yomdagi suvlarimiz yetib kelgan. Narxlari 2,5 ming so'mdan qilib beryapmiz, ob'yomga tushib beraveramiz. Mevalilari 3 ming so'mdan blokka tushib beraveramiz. Mors 2,5 ming so'mmi? 2,5 ming so'm aka. Bakalashgan puli. Bakalashgan. Lekin katsivasi zo'r, suroylargacha kelsalar ko'rib olaverasizlar. To'litli Farg'ona vodiysi narxini optimga obunachilar uchun 66 ming so'mdan qilib beramiz. Istagan joy bilan narxlarni solishtirib olaveradi. 100% kafolat beramiz. Oliynav aka. Oliynav. Assalomu alaykum bozor trend obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyat Tashlar o'sha varza arzonchi bolani oldiga kelganmiz. Hozir sizlarga 0 dan 100 gacha arzon qilamiz. Narxlar yana tushdi deyapti. Narxlar naborot ko'tarilish kerak desa, aka men xalqim uchun ishlayman, foyda kerak emas deyapti. Foyda обязательно bo'ladi, xudo xolasa. Boshqa narsalarni hozir narxlarni bir davondan tushuntirib beraman. Sizlar meni kuzatib turinglar, manzilda ham oxirida aytaman. Bitta sizlarga yangiligim bor, kuzatib turinglar, aytaman uni ham. Xudo xolasa, G'olibjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilarimiz so'rashdi, biz kelib so'rashdik. Sizlar nomlaringdan bu bolalardan so'rashib qo'ydim. Oq-yog'imiz necha litrli, necha pul? Aka, To'litli Farg'ona vodiysi narxini optimga obunachilar uchun 66 ming so'mdan qilib beramiz. Istagan joy bilan narxlarni solishtirib olaveradi. 100% kafolat beramiz. Oliynav aka. Oliynav. Oliynav. Undan tashqari necha xil oq-yog'larimiz bor? Undan tashqari aka, o'xil-yog' bor, vetsikletda yarmi turibdi, ba'zida yana bor aka, istalgan ob'yomda qilib beramiz. Semichka oq-yog'larimiz, doniyalari, hamma yog'lari bor. Silver suvlarimizgacha bor. Hozir sizlarga kapaygan narxda piyoz topib qo'ydim. Piyoz bor-ku, biz oyda 800-700 so'm deyapti. Tozalanmagani. Bular tozalangani necha pul qilib qo'ydingiz? Tozalangani 600 so'mdan qilib beryapmiz. Sifatini qarang, o'ta ham go'zal. 250 so'mdan ham piyozlarimiz turibdi. Hali baq olib chiqamiz yo'q. Zakazga olib chiqib beraveramiz, faqat tozalanmagan ko'klagani bor. 250 so'mga nima beradi? Piyoz 1 kilo beradi. Piyozchilar davri keldi. Kartoshkamizni narxi necha pul? Kartoshkamiz 6000 so'mdan qilib beryapmiz. Xitoy kartoshka bu. Xitoy kartoshka. Mana bu ob'yomni ko'rsatib qo'ying. Xitoy kartoshkalar ham kelishni boshladi. Zo'r. Rossiya kartoshka. Narxi necha pul dedingiz? Narxi 6000 so'm, qopga 5700 so'm. Zo'r. Bundan tashqari hosillarga oq-yog'larni, guruchlarni o'shun kapega qo'yib yuboribdi. Bittadan lakni bozib, bizdan yer olashmay turinglar. Hozirlarga ob'yomni ko'rsataman. Suvdan tanishtiraylikmi siz? Suvlar. Suvimiz necha pul mana? Mikrolar. Suvlarimiz hamma joyda hozir narxi oshgan 10 ming 10 ming yerda chiqadi. O'zi 8,5 chiqadi. Biz eski narxda ushlab turib 8,5 dan qilib beraveramiz. Donasi 8,5. Blokka 8,5, donaga 9 ming. Ha, blokka 8,5 ming, donaga 9 ming. 9 ming so'mdan. Zo'r. Boqitda suvlar ham bor. Mularchi? Hammasi donasi 5 ming so'mdan, blokki 4 ming so'mdan. Blogi 4 ming. 4 ming so'mdan. Zo'r. 6 tayu bu? 6 ta. Zo'r. Blokka 4 ming. 4 ming so'mdan qilib beraveramiz. Karamimiz ham chiqdimi o'sha? Karamlar chiqdi aka. Karam o'sha Ramazon besalayda chiqadi, yangilik. Necha pul bu? 2 ming so'mdan aka. Karamlar kuniga tushyapti aka. Shashlikchilar bosoradigan joy 2 mingga nima beryapti? 6 minglik shashlik sotasiz, 2 minglik karam ola olmaysizmi? Bundan tashqari yog'larimiz, suvlarimiz, oq-yog'larimiz mana shu. Buni sultonmidi? Sulton aka, narxi 96 ming so'mdan optimga tushib beramiz. 10 litrli suvlarimiz aka, narxi 8 ming so'mdan optimga 6800 chiqyapti, 10 litrli. Bakilashgan narxi ham 5 ming bo'lyapti. Bakilashgan. Suvi tekin sizga. Ana necha litrli oq-yog'ingiz? 5 litrli. 5 litrli. 5 litrli dog'langan. Necha pul dedingiz? 96 ming so'm optimga yana tushib beramiz aka. Kesalar tushib beraveradi. Ichkarida hozir ob'yomlar ko'rsatamiz. Kapayga narxda qo'yib. Vaqt tarafda ham juda ham ob'yomdagi suvlarimiz yetib kelgan. Narxlari 2,5 ming so'mdan qilib beryapmiz, ob'yomga tushib beraveramiz. Mevalilari 3 ming so'mdan blokka tushib beraveramiz. Mors 2,5 ming so'mmi? 2,5 ming so'm aka. Bakalashgan puli. Bakalashgan. Lekin katsivasi zo'r. Suroylargacha kelsalar ko'rib olaverasizlar. Suroyga o'tib ketgan deganlar, suroylarni bemalol ko'rib olaverasizlar. Bemalol kelib tekshirib. Bu maga necha pul? Bu magamiz aka narxi 10 ming so'mdan Toshkentda ichida anaqasi bor. Falgasi bor. 120 talik salfetka aka. Hamma joyda 12 ming, bizda 6,5 mingdan optimga 6 mingdan. Salfetka 6,5 ming? 6 ming aka, obunachilarga. 120 talik. 100 ta olib chorrahada tursanmi-ki 10 mingdan. Bemalol olaveradi 10 mingdan. Aka indamasdan oladi. Hozir albatta. Kelib foydalanadigan joyi, biznesmen akalar, magazinchi akalar bemalol kelaverasizlar. Nechtasiga magazin ochib berdingiz? Biz birinchi reklamadan keyin. Birinchi reklamadan keyin
4-5 ta magazinga borib, noldan to'ldirib, o'zimiz kech payt bordik, kunduz vaqtimiz bo'lmadi, 3 soat, 4 soat narxlarni qo'yib berib ochib keldik. 4-5 ta magazin ochildi. Yana taklif tushib qolsa borilaveradi, charchaganingiz yo'q. Yo'q aka, dash. Pul kelib tursa hech kim charchamaydi, xudo xolasa. Undan tashqari biz u vaqtdan tushuntirib kelaylikmi sizlarga? G'olibjon bir boshdan. Bir boshdan tushuntiraylik sizlarga, xudo Ko'p xolasa. narsalarimiz kelishga ulgurmay qoldi aka, kech. Mayli, o'sha bor ob'yomini arzonligi uchun tushuntiravering. Arzonmi? Xo'p, aka, kirsondan boshlaymiz. Hamma kirson narxini biladi aka, bu kirson 4 lisa aka, narxi 3300 so'mdan chiqyapti. Hamma joyda 4000 chiqyapti optimlarda ham aka. Aromatli kirsonlar aka, hamma joyda 5000, 6000 chiqyapti. Bizda narxi aka 4500 so'mdan kelibki, 5000 so'mdan dona bemalol kelaveradi aka. Pamperslarimiz. Pamperslar aka, o'sha summilar eski narxda 90 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. Mana uchli tontolar aka 80 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ichida nechta bo'ladi? 56 ta. 56 ta bo'ladi. Bemalol kelaveradi aka. Ko'rgitlar ham aka hamma joyda mana 16-17 sotilyapti aka. 15 mingdan donaga 12500 so'mdan blokka qilib beryapti. Zo'r. Bemalol kelaveradi. Magazin tashlaydi. Ob'yom katta, bat kesira hamma yo'q arzon. Bitta u narsa emas. Quruqchoylarimiz nech pul? Quruqchoylarimiz aka har xil. 300 grammli Kiloga nech pul? 9 ming so'mdan boshlab ketaveradi. Kiloli aka 35 ming so'mdan. Eng arzoni 35 ming so'm. 35 ming so'm. Mana mana shu ko'k choy, a? Mana shu ko'kchoy. Mana yirikligini ko'ring mana. Uvoq bas, mana bemalol ko'rib olishingiz mumkin mana. Undan tashqari pashkaliklarimiz ham bor, arzon narxda. Arzon. Milliy. Milliy aka. Nech grammli bu? 19 ming so'mdan 400 grammli aka. Donasi optimgani tushib beramiz aka. Tushib beradi. Magazin, kelishtirib beramiz aka. Agar biz nomimizdan sizlarga o'xshab magazin ochamiz, hamma yoqda biz sotayotgan narxda qilib berishga harakat qilamiz. Bemalol biz sotayotgan narsa sotaveradi aka. Undan Magazin tashqari yuklar ham chiqib ketyapti. guruchlarimizni ko'ringlar, mana Guruchlarni ham guruchlarimizni. ko'ringlar. Makronlarimiz 9000 bo'layotgan paytda 5 minglik guruch nima deyapti? Keling guruch ko'rsatib bering. Fattinlar. Mana qarang. Usta akalarimiz hozir hamma usta boqyapti. Mana shundan olib kunda osh qilaverib, ustalarni borib, nima ishingiz bor didon qilib qo'ying aka. Makron yeb charchagan ustalarga jo'natib bersizlar. 5 minglik guruch. Qilasiz, yoqmasa oshi, pulingizni qaytarib beradi xudo xolasa. Istalgan ob'yomda bor. Kelib magazinchilar ham foydalansa bo'ladigan joyi. Undan tashqari bitta eng qimmati 13 ming, 12 minggacha-mi? 12 minggacha aka. 5 mingdan boshlab 12 minggacha guruchlarimiz bor. Moshlar nech pul? Moshlarga kilosi 18, qopga 16 ming chiqyapti. Mana guruch demak 14 ming, 15 ming sotishyapti. 12 mingdan kiloga agar qop olgan bo'lsa 12 mingni ancha tushib beramiz. Zo'r, yirikligini qarang buni. Zo'r. Batta bizda kalbasalarimiz ham bormi? Kalbasalar hamma yo'q bor aka. Hamma yo'q bor. Optim narxlarda xudo Tuxumchi? Tuxum narxi aka kuniga tushyapti. Hozirgi narxi 29 ming so'mdan 1 kilo 900 plus 1 kilo 950. 30 donasi 29 ming. 29 ming so'm. Dona narxi bu optimga tushib beriladi. Zo'r. Vaqt tarafda ham qator ko'rsatib o'raylik aka. Mayli tudoli akalarimizga semichka ham bor aka. 1 kilosi 29 ming so'mdan. Hamma joyda aka 1 kilo semichka kamida 35 ming optim narxi chiqyapti aka. 2 kilosi 58 ming so'm, 50 kilo plyusga yana tushib beramiz. 1 kiloga 29 ming 1 bo'ladi. kilosi 29 ming so'm aka. Zo'r. Pechennilarimiz-chi? Pechenlarimiz aka. Pechenlarimiz yo'lda kelyapti, assortiment yangilab qoldi. Bugun kechga kelib qoladi, xudo xolasa. Ha. Vaqt tarafda suvlar, shkanatlar hamma. Ular hammasini tanishtirdik, xudo xolasa. Kelaverasizlar, optim narxda. Hazariyog'i nech pul hazariyog'i? Hazariyog'i korobkasi 228 ming. Kiloga qanchadan tushadi? Kiloga 22800 tushyapti. 22800 so'm. 35 ming sotishyapti. Undan tashqari bodringlar ham bor deyapti. 14 ming, 13 ming olib ketdi, xudo xolasa. G'olibjonda kelaverasizlar. Manzilda sira tushuntirib o'taylik. Tanishtirmagan narsalarimiz bo'lsa, kelib bemalol aynalib, uyingizga paradoxta qilib ketishingiz mumkin. Do'kon ochagallarimizga ham tashab qo'yasizlar bu videoda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Tashlaq tumani Varzadi sentri. Bu yog'i Devodan kelishda, o'ng qo'lida keladi, bag'i Aramazordan kelishingizda chap qo'lda keladi. G'olibjon ukamiz bemalol sizlarga murojaat qiladi. Undan tashqari hozir kepaylarni, kepay narxda qo'yib oldim. Sizlarga assortimentni ko'rsataman. Yuringlar-da. O'sha aytgan sizlarga sirini ochaman endi. 76 ming so'mdan kepay nima deyapti? 76 ming 25 kilo. Undan tashqari nech xil unimiz bor? 15 xil unimiz bor aka. 188 ming so'mdan boshlab 230 ming so'mgacha hamma magazin tanishlarga jo'natib ko'rasizlar, yetkazib beramiz. Xizmatlarni. Xudo xolasa kepayni bemalol aloqa qilsalaring, ob'yomda, istalgan ob'yomda bor, yana furada orqada turibdi. Bemalol telefon qilaverasizlar, Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqaverasiz. Rossiyada turib ham aloqaga chiqsangiz ham xudo xolasa 1 tonna olsangiz dastavkasini xudo xolasa G'olibjon qilib beradi. Pastda nomerlar qoldiradi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan yiroqlashmanglar. Mana klientlarimizdan kelib qarab turibdi, mana kepaga. Malades, sog' bo'linglar, bittadan like bosamiz. Salomat bo'ling.